Assalomu alaykum hammaga. 26 aprel Farg'ona viloyati Quva tumanida Xudo xolasa Abdurahim akam bog'ida birinchi mayski gilos, bahor giloslarimiz pishib yetildi, ko'rishlaringiz mumkin. Shu holatda eksportga mana Rossiya bozorlariga tayyorlab jo'natyapti. $8 inshaalloh bugungi kunda. Ko'p munozara ketyapti. Mana tay o'qmi boshqami, tay usti birda Xudo xolasa shu holatda Rossiya bozorlariga kirib bolar va Food City Toshkent bozorlariga inshaalloh ko'rishlaringiz mumkin. Bu gilosimiz o'zimiz changlaydi, serhosil faqat qo'shma qilib qo'yadi. Aybi shu. 2026-yil mana 26 aprel sanasi shu holatga yetib keldi. Xudo xolasa birinchi uzumi. Bismillah. Bu videodan maqsad bunday ko'chatlar bizda tayyor, kuzga tayyor bo'lar inshaalloh. Nomerlarimiz 97 040 23 21. Bu videoni gilosdan boqib mosli ko'rsangiz tashab qo'yasiz. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling.